Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet ma'lumotiga ko'ra, 11 aprel kunidan 18 aprelgacha O'zbekistonda kutilayotgan ob-havo prognozi e'lon qilindi. Barcha xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Eng so'nggi va rasmiy xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Rahmat. Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat ayrim kunlari yomg'ir va momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham asosan yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim kunlari qisqa muddatli yomg'ir bo'lishi mumkin. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida ba'zi kunlari yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 8-15 daraja, kunduzi 20-28 daraja atrofida bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida asosan quruq ob-havo saqlanadi. Ba'zi kunlari yomg'ir kuzatiladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ham ayrim kunlari yomg'ir va momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda esa vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Havo biroz salqinroq bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.